Keyin Sapxir 9 selkasini uncha traktor ishlata olmaydi ham, ko'tara olmaydi ham. Zumlion traktori bemalol shu Sapxir selkasini ishlatish uchun yaraydi. 5 korpus lemki pluglari ham indamay torta oladi. 200 ot kuchidan iborat. Traktorimizga keladigan bo'lsak, yangi O'zbekistonga kirib kelib pol avtomat versiyasi injektorda bo'ladi. Endi traktordan keyin selkaga o'tadigan bo'lsak, selkamiz bizga Germaniya davlatidan to'g'ridan-to'g'ri kirib kelgan. Agromash Elite kompaniyasiga hozirgi kunda sotuvda mavjud 4 dona. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, traktorni ham, buni ham videoning oxirida narxini aytib ketaman. Selkamizni ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, 100% original kataloklarini ko'rishingiz mumkin. Mana oldida Zircon 8 alohida uzib ishlatsanglar ham bo'ladi. Tepasini alohida ishlatsanglar ham bo'ladi. Zumlion traktoriga keladigan bo'lsak, Zumlion traktorimiz 200 ot kuchi. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, pastda ko'rsatilgan nomerga telefon qilasizlar. Yana narxdan kelishib qilib beramiz. 1 milliard 250 millionga traktorimiz. 850 millionga Sapxir selkamizni xarid qilishingiz mumkin. Hozirgi kunda sotuvimizda mavjud. O'sha aytganimdek, boshlang'ich to'lov 50%, 60% qilganlarga foizsiz lizing asosida ham qilib bera olamiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastda ko'rsatilgan nomerga telefon qilinglar. Hozirgi kunda sotuvimizda mavjud. Ikkitasi ham traktorimiz pol avtomat bo'ladi. 200 ot kuchi, 5 korpus lemkinni tortadi. Sapxir ham indamay ishlatadi. Ko'pchilik Sapxir torta oladimi, ko'tara oladimi deb so'ragandi.